Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotdi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqdi. Uyg'ur shu ziminniki egisi bo'lganlik uchun erkiy qirg'inchilik uchrayotdi. Chorasiz millatimiz vatanda ingrayotdi. O'ylab yiqinglar. Vatanning egisi vatanda. Qarindoshlarimiz shu vatanning egisidir. Biz bu yerda rohatini ko'ryapmiz. Aşı zulmning rohatini biz bu yerda ko'ryapmiz. Eğer aklımız olsa şuranın avazı buluşumuz gerekti. Erkiy qirg'inchilik uchirdik dedik. Erkiy qirg'inchilikni Amerika hükümeti, Trump hükümeti e'tirof qildi. Hem shuningdan keyin bu davlatda erkiy qirg'inchiligimizni tasdiqlaymiz. Bu davlatni bunday qilamiz. Uning oldida Oqsaroyga og'ish qilgandek sakrab taxlab ketganlar hozir ham butun dunyoda bu yerda qilg'izimiz bu yerda qilib bo'ldi. E'tirof qilib bo'ldi, Xitoyning jinoyatini bekitib bo'ldi. Biz nima ish qilishimiz kerak? Nishonliq da'vo qilishimiz kerak. Nishonimiz nimati? Zimin. U erkiy qirg'inchilik uchun falonchini tamga yulabdi, kapta, ko'kunchini bosqinchilik deb hayajon bilan voy oqib ketdik, ko'pib ketdik, ma yuzimizni qanday ko'tiramiz deb sakrab ketganlar hozir jimjit hayot bilan avara. Aqli shu joyida bo'lsa, shuni savol qo'yasiz. Nima ish qilyotdi mala? Malalarga nereden pul geldi? Biz aslında neymiş kılışımız gerek dep sual koyup bakımız. Özümüzge mi sual koyup bakaylı? Özümüzün kılmışlarını mı da okup bakaylı? Ne mümkün görüyordu vatandakiler? Eğer de şu silah oynavatkan ve işin silah oynavatkan şu doğuyunla itilip ketken çağda bizge okşaş yıllayırgan bulursunuz. Oylap bakın, aklışımız caydı olsa sen sual koyup bakın. Nay-nay'nın hemmisi bu sul oynamayısız. Bu yerda daptutlar çelip, vay medeniyetimizni, yani birimizin dep oturup, bu yerda erkiy qirg'inchilik dep oturup, o'ylab yiqinglar, aqlinglar joyida bo'lsa. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotdi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqdi. Rahmat sizlarga.